akalar, Damas mashinamizga bitta ahamiyat berasizlar. Bu mashinamizga qilgan ishlarimiz ustiga e'tibor berasizlar. Qishni kuni yomg'irli havo ledlarni ustiga qilib berganimizda, farsunkalarni mana suv sepadiganlarni almashtirib berganimizda juda ham zo'r sepadi. Tiqilib ham qolmaydi bu narsa. Bakovul oynalari almashgan mashinamiz krugovoy tonirovka o'zi Damas mashinamizga krugovoy tonirovka juda ham yarashadi. 13 optra diskalar taqilgan mashinamizga salon qismiga e'tibor beramiz. Salon qismi nima deyapti? Skromnigina qilib qo'ydik. Afishkalarni qilib berdik. Black piano, mini anatomiya rul, tablo podсветкаларni qilib beryapti. Xullas, bitta barusini qilib qo'ydik. Oldinlari luks bo'lgan. Tepa qismiga patologlarni qilib qo'yganimizda bitta barusini qilib qo'ydik. Plafonlari, laset plafonsini qilib berganmiz mashinamizga. Komplekt apishkalari Cardinal brendidan bitta cho'lisini qilib qo'yganlar ekanmiz. Ushbu mashinamizga 5,5 million so'm xarajat bo'ldi. Ko'rdingizlar salon qismini. Xullas, kim mashina xizmati kerak bo'lsa, bemalol o'zingizga aloqa chiqsangizlar bo'ladi. Damas chakalar bo'lsa, mana shu videoni tashlab qo'yamiz. Like bosish esdan chiqmasin.